Qarang, Samsung telefonni mashinaga qo'yyapman, tegmayapman. Nimalar bo'ladi, nimalar yonadi. Avtomatik o'zi. Buzib ketyapman. Qarang, mashina rejimi yondi. Mashina duosi o'qildi. Antiradar yondi. Umuman olganda mashina rejimi yondi mana. Qarang, chiqib ketaman, mashina rejim. Hammasi avtomatik bo'ladi. Endi o'chiryapman mashinani mana. O'chdi. Yana eski holatiga qaytdi. Samsung sozlamasiga mana rejimlar degan joyga bosib turibmiz, kiryapmiz. Mana bu yerda mashina boshqarish rejimi bor. Yoqib turib bu yerdan qaysi programma ishga tushadi, qaysi bezovta qilmasin, nimalar bo'ladi, fon qanaqa bo'lsin, hamma yo'l sozlab qo'ysangiz bo'ladi va avariyaga eng ko'p sabab bo'ladigan programmalarni o'chirib bezovta qilib qo'ysangiz bo'ladi. Shu programmalar bemalol navigator, taksi programma, shunga o'xshagan programmalar bemalol yoqib olsa bo'ladi. Bu videoni mashinani xavfsiz va telefonga chalg'imasdan minsin degan hammaga jo'natib qo'yinglar. Savobdan va foydadan xoli bo'lmaydi. Xudo xolasa juda katta foydali funksiya. Hamma eng kerakli funksiyalar yonadi. Tavsiya qilaman. Taksist, ayniqsa mashinada ish bitiradigan akalarga.